Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar, aka-ukalar. Akalar, bugungi kanalimizga yangilik. Bo'g'oz sog'liqlarni gigantidan kelgan videoni orqacha kuzatib turasizlar. Mana shu chovuni chiroyli qilib videosini qilib beraman. Qo'ylar o'ta yirik. Yangilik bugun kanalimizda. Mana shu qo'ylar chiqadi. Obunachilarimiz o'zi biladi, faqat gigantlari chiqqan qo'chqorlarda, qo'chqorlarda o'rnini bosadigan gigant bo'g'oz sog'liqlar chiqdi mana. Qo'ylarga bitta baho beramiz. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar o'zlari tanishadi bizni. Qirg'izistonda qo'ylari seleksionerchi akalarimizga tavsiya qilamiz. Qo'ylar tishi yosh. Mana shu qora bilan narigi chekkadagisi qizili 4-sidan 6-sigacha kelyapti. O'rtadagi 4 tishni endi bu ham 4 tishni buzdi. Qo'ylar uchun chiqaringa bo'g'oz. Qo'ylarga katta arashan qo'shilgan ekan. Qirg'iz bolalarida o'zidan olindi. Nanaydan tushdi qo'ylar. Bular 5 dona edi, ikkitasi sotilib ketdi. Mana shu ikkovi qoldi. Qo'ylarni bitta garbonasiga e'tibor beramiz. Yurishlariga, polvonligiga, dumbalariga. Mana shu qorasi yaqinroq ekan uni ikkoviga nisbatan. Ko'rinib turibdi o'zi. Atay uzoqdan olinyapti video ham. O'rtada ketyapti turgani 90 bo'yi, uni ikkoviniki 85 oshiq chiqdi. 86-7 chiqdi, 85 ga olishaveradi. Videoni atay uzoqdan olinyapti, qo'y. Videoda katta ko'rinar ekan deyilganda o'zlaring bilasizlar akalar. Qo'ylarga bittadan like bosib qo'yinglar arzisa mana bu gigant sog'liqlarga. Hammasi hozir o'sha Qirg'iziston qo'yi hammasi mana shu qorasi o'zi aytib turibdi. Mana jo'yam bitta qo'chqordan qochgan. Bunaqa katta qo'yni bilasizlar o'zlaring videoda. Katta qo'y kichkina ko'rinadi. Mana beldan olamiz, tevasidan beraman. Jo'vini o'zlaring bahosini berib qo'ysizlar. Mana to'shlarini qaranglar, qorani eng polvoni ekan qorasi. Mana bu eng yoshi. 4 tishdan endi 6 taga chiqaryapti ikkitasi. Nargisi bittasi endi 6 taga chiqdi. Qo'ylar uchun qoringa bo'g'oz. Endi seleksiya boshlayap turgan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Mana bu qo'ylarni tashlab qo'yib, ikkitadan bolasini olib, hamma sog'liq tug'ib bersa, seleksiyachilarga maza bo'ladi. Toza katta qo'ydan qochgan qo'ylar. Qo'ylarni bitta ko'rib baho berasizlar ama. Bularni yeb ichishlari hamma yo'g'i joyida ekan, sog'lom ekan. Dastlabkasi Samarqandgacha qilib beramiz. Samarqandgacha. Toshkentgacha emas, Samarqandgacha, undan u yog'ini kelishiladi. Qo'ylarni narxi ham o'ta yo'lida bo'ladi. Bunaqalarni ko'ryapsiz, narx qo'yyapti. 1,5 ming dollar, 1300 dollar qo'yyapti. Bunaqa narx qo'yilmaydi bular. Xudo xolisa. Narxi ham o'ta yo'lida bo'ladi. Qiziqadi narxi ham. Jo'vni olaman degan odamga 35 millionga dastlabkasini qilib beraman. Samarqandgacha dastlabka qilib beraman. Yuringlarchi, bilasizlar. 35 millionga jo'vni dastlabkasini qilib beraman. Bo'yini borib o'lchab olishaveradi borgandan keyin uylariga. Qo'ylarni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Yaqinni olinga, atay uzoqdan uzoqlatib beryapman. Yoniga olib borsam ekranga sig'maydi bu qo'ylar. Jonivorlar. Xudo xolisa shu 1 oy, 1,5 oy ichida tug'adi. Yaqin bo'lib, yaqin emas, bir haftada tug'adigan emas. Lekin qo'ylar arziydi. Tug'sa ham, molani ham o'ta chiroyli, sifatli bola beradi bu qo'ylar. O'zlari biladi, buni boqib yurganlar. Ekranga nomer qo'yib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, mana shunaqa qo'y qidirib yurganlarga tashlab qo'yasizlar, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylar xudo xolisa hech kimni uyaltirmaydi. Borgan odamni uyida qo'y bormi desa, bor deydigan qo'ylar. Qiziqtiradi, libba odamni qiziqtiradi. Jonivorlarni yurishini qaranglar, yurishiga bitta baho beringlar. Polvonligiga. Ular yem yeb turgan ekan bular ham. Jonivorlar. Shu ekranga nomer qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 35 million so'm. Jo'v ham
Telefon qilsalaring ozgina xayrini qilib beraman. Kelishiladigan joyi bor. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Qo'ylarni maqtashmas, o'zi polvon, gigant. Haqiqatan o'ta yirik qo'ylar. Qo'ylar qo'ymisan, qo'y arziydigan qo'ylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.